Kamerani zaryadlovchi USB kabeli, qo'llanma qog'ozi, kamerani ishlash uchun tepadagi knopkani bosib turamiz. Chiroq yongandan keyin qo'yib yuboramiz. Ko'k chiroq yonib turgandan keyin shu tepadagi knopkani bir marta bosib qo'yib yuborsak, bu video zaps. Hozir video syomka ketyapti. Video syomka ketayotganda hech qanaqa chiroqlari yonmaydi. Videoni to'xtatish uchun yana shu knopkani bir marta bosamiz. Video saqlanib bo'ldi. Bosib turib o'chiramiz. Bu kamerali soatimizning 3 xil funksiyasi bor. Video, audio va foto funksiyalari bor. Xotirasi 32 GB, tasmasi metalldan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Kamerasi umuman ko'rinmagan qilib ishlangan. Bu kamerali soatimizdan olingan videolarni hozir kompyuterga qo'yib tekshirib ko'raman. Videolarni ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Hozir kamerali soatimizda sifatini ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin.